O'zbekistonda hokim o'rinbosarlari nega dollarda gaplashishni yaxshi ko'rib qolishdi? Davlat xavfsizlik xizmati va departament bilan birga bir necha hokimliklarda korrupsiya holatlarini fosh qildi. Farg'onada Bog'dod tuman hokimining o'rinbosari $8,000 olayotgan paytda qo'lga tushdi. U auksionda yutib olingan yer huquqini boshqa shaxsga o'tkazib berishni va'da qilgan. Yana xuddi shunday holat Namangan viloyatida hokimning mahalladagi yordamchisi yashil makon loyihasidagi yerni 1 yilga berish va keyinchalik turar joyga aylantirib berish uchun $6,000 talab qilgan va pulni olayotgan payti ushlangan. Namanganda yana bir shunday holat. Yangi Namanganda yana bir hokim yordamchisi 12 sotik yerni hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga $16,000 so'ragan va $6,000 ni olayotgan paytda qo'lga olingan. Hozirda uchala holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va tergov jarayoni ketmoqda. Bunday ishlar to'xtaydimi o'zi yoki bu faqat boshlanishimi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Odamlar nima deb o'ylayapti? Bu juda ham qiziq. Video yoqqan bo'lsa video ostiga like bosing va o'z fikringizni yozishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.